Qo'limdagi mana bu tikkan gul aloe gulimi deb qo'ydi, tikkan gulmi deb qo'ydi buni. Buning ajoyib shifoliq roli bor. Men buni haqida deb beray. Birmi bir xotirli bilan. Oldi bilan inkas rayoniga ko'parak gul yo'llab qo'ying. Üpkide yalliq bo'lgan, yo'tal bo'lganlar mushning har kuni az miqdorda mushinchilik holatda mana 2 sant holatda kesib mushni yeb berang. Üpkidagi yalliqni yo'qotadi. Süt bezida monakcha o'zgichi paydo bo'lganlar mushning suyini chiqarib shu yerga chaplab berang. yoki bo'lmasa mushi tikkinib sanjilib ketmasin diqqat qiling. Uchinchisi jiringli qapartmalar yoki bo'lmasa ig'iz olmagan chiqanlarga nisbatan mushni yalpoqlabla shu yerga tengib bersangiz shu ig'iz ilishni tezlatadi. Asonlar jiringlarni tozalab sirtqa chiqaradi. Yana undan boshqa galda angina qo'zg'alib qolgan mushkul ahvollarda mushning siq suyini qaynoq suvga chiqarib, mana siqsangiz suyi chiqadi. Mush o'rinni g'arg'ar qilib bersangiz bo'ldi. Demak, mandaq gulni uyingizda o'stirib qo'ying. Men sizlarga ko'rsatish uchun mushlik julab oldim mana. Men Bejan hayot to'g'riligida Yusufjon doktor. Men siz so'raydiganlar undilarimni qo'shib yuring. 1849 81 477. 抖音